Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz har biringizning kelajagingiz, moliyaviy barqarorligingiz va qariyalik davringizdagi farovonligingiz uchun o'ta muhim bo'lgan masalani muhokama qilamiz. Men bugun sizga e'lon qilinishi bilan butun mamlakat bo'ylab katta qiziqish uyg'otgan yangilik haqida gapirmoqchiman. Ya'ni tasdiqlandi. Endi fuqarolar bitta o'rniga 3 ta pensiya olishadi. Kim qancha oladi degan savolga atrofli javob beramiz. Bu shunchaki yangilik emas. Bu sizning kelajakdagi hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan jiddiy islohotdir. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bu ma'lumot har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari pensiya tizimimiz asosan bir ustunga, ya'ni yagona davlat pensiyasiga asoslangan edi. Bu odatda yoshi, ish staji va o'rtacha ish haqi hisobga olingan holda tayinlanadigan yagona davlat tomonidan ta'minlanadigan nafaqa edi. Ko'pchilik uchun bu tizim oddiy va tushunarli bo'lib tuyulardi. Siz butun umringiz davomida mehnat qilasiz. Davlatga soliq va ijtimoiy ajratmalar to'laysiz va navbatida nafaqaga chiqqaningizda davlat sizga belgilangan miqdorda pensiya to'laydi. Bu tizimda asosiy e'tibor joriy ishlayotgan avlodning to'lovlari hisobidan bugungi nafaqaxo'rlarni ta'minlashga qaratilgan edi. Ya'ni sizning bugungi to'lovingiz bugungi nafaqaxo'rga ketyapti, kelajakda esa sizga keyingi avlodning to'lovlaridan pensiya ajratiladi. Ammo vaqt o'tishi bilan demografik vaziyat o'zgaradi, aholining yoshi ulg'ayadi, umr ko'rish davomiyligi oshadi, tug'ilish darajasi ba'zan pasayadi. Bu esa bir nafaqaxo'rga to'g'ri keladigan ishchi kuchi sonining kamayishiga olib keladi. Natijada yagona davlat pensiya tizimi tobora og'ir yuk ostida qola boshlaydi va kelajak avlodlarning pensiya ta'minotini to'liq kafolatlay olmasligi xavfi paydo bo'ladi. Shu bilan birga yagona pensiya odatda odatiy turmush tarzini saqlab qolish uchun yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Bu esa insonning qariyalik davrida moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelish ehtimolini oshiradi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz pensiya tizimini mustahkamlash, uni yanada barqaror va adolatli qilish maqsadida global tajribaga asoslangan yangi 3 pog'onali tizimni joriy etmoqda. Bu shuni anglatadiki, siz nafaqaga chiqqaningizda endi yagona bitta pensiya emas, balki 3 ta manbadan shakllangan pensiya to'lovini olishingiz mumkin bo'ladi. Bu tizim har bir fuqaroning moliyaviy barqarorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, nafaqat davlatga, balki shaxsiy mas'uliyatga ham asoslanadi. Bu o'z navbatida nafaqaning umumiy miqdorini sezilarli darajada oshirish imkoniyatini beradi va nafaqaxo'rlarga munosib turmush darajasini ta'minlashga yordam beradi. 3 ta pensiya g'oyasi bu shunchaki raqamlarni 3 barobar oshirish emas, balki pensiya ta'minoti shakllanishining yangi, yanada moslashuvchan va mustahkam modelini yaratishdir. Asosiy qism: batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kimga tegishli emas. 3 ta pensiya tizimi qanday ishlaydi va kimga tegishli ekanligini chuqur tahlil qilamiz. Aslida bu tizim o'zaro bir-birini to'ldiruvchi 3 ta ustundan iborat bo'ladi. Keling, har bir ustunni alohida ko'rib chiqaylik. Birinchi pensiya, davlat bazaviy pensiyasi. Bu biz an'anaviy ravishda biladigan pensiya turining zamonaviy va kuchaytirilgan ko'rinishidir. U avvalgidek fuqarolarning mehnat staji, ish haqi va pensiya yoshi kabi umumiy talablarga javob berganlarga tayinlanadi. Bu pensiya tizimining asosini tashkil etadi va har bir fuqaroga eng kam daromadni kafolatlaydi. Davlat bazaviy pensiyasi barcha nafaqaxo'rlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi va ijtimoiy himoya funksiyasini bajaradi. Uning miqdori qonun hujjatlari bilan belgilanadi va davlat byudjetidan moliyalashtiriladi. Kimga tegishli? Bu pensiya turi asosan davlat pensiya yoshiga yetgan, erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun 55 yosh va yetarli mehnat stajiga ega bo'lgan barcha fuqarolarga tegishli. Masalan, erkaklar uchun kamida 25 yil, ayollar uchun kamida 20 yil mehnat stajida talab etiladi. Agar fuqaroning mehnat staji yetarli bo'lmasa, unga yoshga doir nafaqa tayinlanishi mumkin, ammo uning miqdori bazaviy pensiyadan kamroq bo'ladi. Hozirda nafaqada bo'lgan fuqarolar ham yangi qoidalar ularga nisbatan qayta hisoblashni nazarda tutgan taqdirda ushbu bazaviy pensiyani olishda davom etadilar. Qanday hisoblanadi? Davlat bazaviy pensiyasi asosan fuqaroning mehnat stajiga va nafaqaga chiqqunga qadar bo'lgan so'nggi 10 yildagi yoki butun ish faoliyatidagi istalgan 5 yilning
o'rtacha oylik ish haqiga asoslanadi. Bu yerda ish haqi qancha yuqori bo'lsa va staj qancha uzoq bo'lsa, pensiya miqdori shuncha yuqori bo'ladi. Davlat belgilagan eng kam pensiya miqdori ham mavjud bo'lib, u barcha pensiyaning ushbu chegaradan past bo'lmasligini ta'minlaydi. Masalan, bir o'qituvchi deylik 30 yillik mehnat stajiga ega bo'lsa va so'nggi yillarda o'rtacha 1 million so'm maosh olgan bo'lsa, uning bazaviy pensiyasi belgilangan formulalar bo'yicha hisoblanadi. Faraz qilaylik, uning bazaviy pensiyasi 1 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu shunchaki bir misol. Aniq miqdorlar pensiya jamg'armasi tomonidan belgilanadi. Ikkinchi pensiya, jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armalari. Bu pensiya turi tizimning ikkinchi ustunini tashkil etadi va shaxsiy hisobvaraqlar g'oyasiga asoslanadi. Bu asosan sizning va yoki ish beruvchingizning ijtimoiy ajratmalari hisobidan shakllanadigan jamg'armadir. Har oyda maoshingizdan ma'lum bir foiz ajratilib, shaxsiy pensiya hisobvarag'ingizga o'tkaziladi va bu mablag'lar investitsiya qilinadi. Investitsiyalar orqali ushbu mablag'lar ko'payadi va siz nafaqaga chiqqaningizda ushbu jamg'arma sizga qo'shimcha pensiya to'lovlari sifatida qaytariladi. Bu ayniqsa yoshlar va hozirda faol ishlayotgan avlod uchun juda muhimdir. Chunki ular uzoq muddat davomida jamg'arma yig'ishlari va ularni ko'paytirishlari mumkin. Kimga tegishli? Bu pensiya turi asosan rasmiy ravishda ishlayotgan va o'z maoshidan ijtimoiy ajratmalar to'layotgan barcha fuqarolarga tegishli. Ish beruvchilar ham o'z xodimlari uchun bu jamg'armaga ajratmalar kiritishi mumkin. Bu yerda muhimi doimiy va rasmiy ravishda ishlash. Chunki faqat shunday holda sizning hisob varag'ingizga muntazam ravishda pul tushib boradi. Agar siz uy bekasi bo'lsangiz yoki norasmiy ish bilan shug'ullansangiz, bu pensiya sizga avtomatik tarzda shakllanmaydi. Ammo siz ixtiyoriy ravishda unga hissa qo'shishingiz mumkin. Bu 3-pensiya turiga o'tish nuqtasi bo'lishi mumkin. Qanday hisoblanadi? Jamg'arib boriladigan pensiyaning miqdori asosan 3 ta asosiy omilga bog'liq. Jamg'arib boriladigan hisobga kiritilgan ajratmalarning umumiy miqdori. Siz qancha ko'p va muntazam ravishda to'lov qilsangiz, shuncha ko'p jamg'arma yig'iladi. 2. Ushbu jamg'armalarning investitsiya qilishdan olingan daromad. Pensiya fondlari sizning pullaringizni samarali investitsiya qilishga harakat qiladi va bu mablag'larni ko'paytiradi. Shuning uchun fondning investitsiya strategiyasi va natijalari muhim. Jamg'arma davri. Siz pensiya hisob varag'ingizga qancha uzoq muddat pul to'plasangiz, shuncha ko'p mablag' yig'iladi va investitsiya daromadlarining ta'siri murakkab foiz shuncha kuchli bo'ladi. Misol, keling, 25 yoshli yosh mutaxassisni tasavvur qilaylik. Uning maoshi o'rtacha 3 million so'm va u oyga 1 ming so'm miqdorida jamg'arib boriladigan pensiya hisobiga ajratma qiladi yoki ish beruvchisi uning uchun qiladi. Agar u 35 yil davomida muntazam ravishda to'lov qilsa va investitsiya daromadi o'rtacha yiliga, deylik, 8 so'm atrofida bo'lsa, u nafaqaga chiqqanda uning jamg'armasi juda katta miqdorga yetishi mumkin. Hisob kitoblarga ko'ra, u o'zining asosiy pensiyasiga qo'shimcha ravishda har oyda takin 1000 so'm yoki undan ko'proq miqdorda jamg'arib boriladigan pensiya olishi mumkin. Bu raqamlar taxminiydir, ammo murakkab foizning kuchi shuni ko'rsatadiki, erta boshlash va muntazamlik juda muhimdir. Agar xodim maoshining 3%ni, ish beruvchi esa 2%ni ajratgan bo'lsa, bu miqdor yanada katta bo'lishi mumkin. 3-pensiya, ixtiyoriy shaxsiy pensiya. Bu pensiya tizimining eng moslashuvchan va shaxsiy javobgarlikka asoslangan ustunidir. U fuqarolarning o'z xohishlariga ko'ra qo'shimcha pensiya ta'minotini shakllantirishlari uchun mo'ljallangan. Buni shaxsiy pensiya fondlari, sug'urta kompaniyalari yoki boshqa moliyaviy institutlar orqali amalga oshirish mumkin. Bu yerda siz o'zingiz belgilagan miqdorda va o'zingiz tanlagan davrlarda pul to'laysiz. Bu pensiya asosan yuqori darajadagi farovonlikni ta'minlashni istaganlar yoki davlat tomonidan beriladigan ikkita pensiyadan ko'proq daromadga ega bo'lishni xohlaganlar uchun mo'ljallangan. Kimga tegishli? Bu pensiya turi asosan o'z kelajagi haqida faol qayg'uradigan, moliyaviy imkoniyatga ega bo'lgan va nafaqaga chiqqanda yuqori turmush darajasini saqlab qolishni istagan barcha fuqarolarga tegishli. Bular tadbirkorlar, yuqori maosh oluvchilar, uy bekalari, erkin kasb egalari yoki shunchaki o'z pensiya daromadlarini oshirishni istagan har qanday fuqaro bo'lishi mumkin. Bu pensiya turiga hech qanday yosh yoki ish staji cheklovlari yo'q. Hamma o'z xohishiga ko'ra unga qo'shilishi mumkin. Qanday hisoblanadi?
ixtiyoriy shaxsiy pensiyaning miqdori sizning shaxsiy hissangizga, siz tanlagan investitsiya strategiyasiga va jamg'arma davringizga bog'liq. Siz pulni qanday investitsiya qilishni tanlaysiz? Konservativ, mo'tadil yoki agressiv. Bu esa potensial daromad va risk darajasiga ta'sir qiladi. Misol, faraz qilaylik, ko'rtim yoshli tadbirkor o'z kelajagi uchun g'amxo'rlik qilib, har oyda ertalabki kofesidan voz kechib, 500 ming so'm miqdorida shaxsiy pensiya fondiga to'lov qilib borishga qaror qildi. Agar u 20 yil davomida muntazam ravishda to'lov qilsa va fond yiliga o'rtacha ekvivalent daromad keltirsa, uning jamg'armasi nafaqaga chiqqanda ancha katta miqdorga yetadi. U nafaqat o'zining bazaviy va jamg'arib boriladigan pensiyasini oladi, balki bu shaxsiy fonddan ham har oyda 2 million so'mdan ortiq qo'shimcha mablag' olishi mumkin. Bu uning qariyalik davrida moliyaviy erkinligini ta'minlaydi. Masalan, sayohat qilish, nabiralarga yordam berish yoki hordiq chiqarish uchun yetarli mablag'ga ega bo'ladi. Yoki tasavvur qiling, bir oila farzandi tug'ilganidan boshlab uning kelajagi uchun har oyda 2 ming so'mdan ajratma qilib borsa, 6 yoshga yetganida 3-pensiya sifatida juda katta mablag'ga ega bo'ladi. Bu investitsiya va rejalashtirishning eng yaxshi namunasi bo'lishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Xavotir olmasligi kerak bo'lganlar, hozirda nafaqada bo'lganlar yoki yaqin yillarda nafaqaga chiqadiganlar. Ularning bazaviy pensiyasi baribir saqlanib qoladi va ularga nisbatan qayta hisoblashlar va indeksatsiyalar o'tkaziladi. Agar ular ilgari jamg'arib boriladigan pensiya tizimiga hissa qo'shgan bo'lsalar, u ham ularga to'lanadi. Faqatgina 3-ixtiyoriy pensiya ularning shaxsiy qaroriga bog'liq bo'ladi. Xavotir olish kerak bo'lganlar yoki to'g'rirog'i hozirdanoq harakat qilish kerak bo'lganlar, yoshlar va hozirda faol ishlayotgan avlod, ayni ular uchun bu 3 pog'onali tizim maksimal foyda keltiradi. Ular qanchalik harakat qilsalar, ya'ni jamg'arib boriladigan va ixtiyoriy pensiya hisob varaqlariga pul o'tkazishni boshlasalar, ularning kelajakdagi pensiyasi shuncha katta va barqaror bo'ladi. Norasmiy ishlayotgan fuqarolar ham o'z kelajaklari uchun bugundanoq o'ylab ko'rishlari kerak. Chunki rasmiy ish staji va ajratmalar ularning pensiyasining asosini tashkil etadi. Agar siz hozir norasmiy ish bilan band bo'lsangiz, vaqt yo'qotmay rasmiy bandlikka o'tishni yoki hech bo'lmaganda ixtiyoriy pensiya jamg'armalariga hissa qo'shishni o'ylab ko'ring. Bu sizning kelajakdagi daromadingizni to'g'ridan-to'g'ri belgilaydi. Asosiy qism 2. Qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday murakkab tizim singari yangi pensiya tizimida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga to'g'ri qarorlar qabul qilishda va kutilmagan vaziyatlarga tayyor turishda yordam beradi. Istisnolar 1000. Muddatidan oldin pensiya. Ba'zi kasb egalari, masalan, zararli sharoitlarda ishlaydiganlar yoki ko'p bolali onalar qonunchilikda belgilangan muddatdan oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega. Ularning bazaviy pensiyasi odatiy qoidalar bo'yicha hisoblanadi. Jamg'arib boriladigan va ixtiyoriy pensiyalar esa ular tomonidan yig'ilgan mablag'lar asosida to'lanadi. Bunda fondlar to'plash muddati qisqaroq bo'lgani sababli uning miqdori biroz kamroq bo'lishi mumkin, ammo u baribir asosiy pensiya qo'shimcha bo'lib xizmat qiladi. Muddatidan oldin nafaqaga chiqishda ham uchala ustining ta'siri saqlanib qoladi. Faqat summalari stajning qisqaligi yoki jamg'arma muddatining kamligi sababli biroz farq qilishi mumkin. Masalan, kon ishchisi 1000 yoshda nafaqaga chiqsa, u kamroq yillarda jamg'arma yig'an bo'ladi. Ammo bu mablag'lar unga baribir qo'shimcha daromad keltiradi. 2. Nogironlik pensiyasi. Mehnat faoliyati davomida nogiron bo'lib qolgan fuqarolar uchun bazaviy davlat nogironlik pensiyasi tayinlanadi. Agar ularning jamg'arib bo'ladigan pensiya hisob varag'ida mablag'lar mavjud bo'lsa, ular ham ushbu mablag'larni belgilangan tartibda olishlari mumkin. Ixtiyoriy pensiya to'g'risidagi shartnoma shartlariga ko'ra, nogironlik holatida mablag'larni muddatdan oldin olish yoki pensiya ko'rinishida olish imkoniyatlari ko'rsatilgan bo'ladi. Ko'pgina ixtiyoriy pensiya dasturlari kutilmagan vaziyatlar, jumladan nogironlik holatlari uchun maxsus qoidalarni o'z ichiga oladi. 3. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotgan oila a'zolariga davlat tomonidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlanadi. Agar vafot etgan shaxsning jamg'arib boriladigan yoki ixtiyoriy pensiya hisob varaqlarida mablag'lari bo'lsa, bu mablag'lar qonunchilikda belgilangan tartibda merosxo'rlarga o'tkazilishi mumkin. Bu juda muhim nuans, chunki shaxsiy jamg'armalar
oila a'zolarini kutilmagan vaziyatlarda himoya qiladi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. 1. Inflyatsiya xavfi jamg'arib boriladigan va ixtiyoriy pensiya investitsiya qilingani sababli inflyatsiya ularning xarid qobiliyatini pasaytirishi mumkin. Ya'ni bugungi 1 million so'm 20 yildan keyin xarid kuchi bo'yicha kamroq qiymatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya fondlari va sug'urta kompaniyalari inflyatsiyani yengib o'tuvchi investitsiya strategiyalarini tanlashlari muhim. Siz ham investitsiya qilishda bu omilni hisobga olishingiz kerak. 2. Investitsiya xavfi jamg'arib boriladigan va ixtiyoriy pensiyalar investitsiya qilinganligi sababli bozorning o'zgaruvchanligi tufayli mablag'larning qiymati o'sishi ham, kamayishi ham mumkin. Pensiya fondlari odatda xavflarni minimallashtirish uchun diversifikatsiyalashgan portfellar yaratadi, ammo kafolatlangan daromad yo'q. Shuning uchun pensiya fondini tanlashda uning investitsiya strategiyasini, so'nggi yillardagi daromadliligini va boshqaruvchi kompaniyaning obro'sini sinchiklab o'rganish kerak. O'zingiz uchun qaysi xavf darajasi ma'qul ekanligini belgilab olishingiz zarur. Axborot yetishmasligi va tushunmovchiliklar. Yangi tizimning murakkabligi sababli ko'pchilik fuqarolar uni to'liq tushunmasliklari mumkin. Bu esa ularni o'z kelajakdagi pensiyasini to'g'ri rejalashtirishdan to'xtatishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi, banklar va moliyaviy muassasalar tomonidan keng tushuntirish ishlari olib borilishi, siz esa ushbu ma'lumotlarni faol ravishda qidirishingiz va o'rganishingiz muhim. 4. Hisobotlar va nazorat. O'zingizning jamg'arib boriladigan va ixtiyoriy pensiya hisob varaqlaridagi mablag'laringizni muntazam ravishda nazorat qilib borishingiz muhim. Fondlardan olingan hisobotlarni diqqat bilan o'rganing. Mablag'laringiz qanday investitsiya qilinayotgani va qancha daromad keltirayotganini bilib oling. Agar biror tushunmovchilik bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasiga yoki tegishli moliyaviy muassasaga murojaat qiling. 5. Ish staji va ajratmalarni rasmiylashtirish. Ko'pgina fuqarolar norasmiy ish bilan shug'ullanadilar. Bu ularning mehnat stajini shakllantirmaydi va jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'iga ajratmalar tushmasligiga olib keladi. Natijada ular kelajakda faqatgina bazaviy pensiyaning minimal miqdoriga umid qilishlari mumkin. Bu esa moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shu sababli ishingizni rasmiylashtirish yoki ixtiyoriy ravishda davlat pensiya jamg'armasiga to'lov qilish imkoniyatlarini o'rganish juda muhimdir. 6. Jamg'armalarni meros qilish. Ba'zi bir pensiya tizimlarida jamg'arma mablag'lari meros qolmasligi mumkin. Biroq bizning jamg'arib boriladigan pensiya tizimida va ko'pgina ixtiyoriy pensiya shartnomalarida jamg'arma mablag'lari merosxo'rlarga o'tishi nazarda tutilgan. Bu oila a'zolari uchun juda muhim kafolatdir. Lekin shartnoma shartlarini diqqat bilan o'rganish shart. 7. Tizimning doimiy o'zgarishi. Pensiya tizimlari doimiy ravishda isloh qilinishi va takomillashtirilishi mumkin. Bu esa ba'zida qoidalarning o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun tegishli qonun hujjatlaridagi o'zgarishlarni kuzatib borish va yangiliklardan xabardor bo'lish juda muhimdir. Praktik tavsiyalar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz bugun nima qilishingiz kerak? Ushbu yangi tizim sizdan faollik va mas'uliyatni talab qiladi. Qiyin tuyulishi mumkin, ammo oddiy qadamlar bilan kelajagingizni mustahkamlashingiz mumkin. Umumiy qadamlar. Yur. Vahimaga tushmang, o'rganing. Yangi tizimni to'liq tushunishga harakat qiling. Ushbu video singari materiallarni o'rganing, pensiya jamg'armasining rasmiy saytini kuzatib boring. Bilim bu sizning eng kuchli rolingiz. Pensiya tizimi murakkab ko'rinsa-da, uning asosiy prinsiplarini tushunish sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. 2. Moliyaviy rejalashtirish. Moliyaviy rejalashtirishni boshlang. Qancha pensiya olishni xohlaysiz? Hozirgi maoshingizdan qancha ajratma qila olasiz? Bu savollarga javob berish sizning harakatlar yo'nalishingizni belgilaydi. Bu o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi, balki sizning faol ishtirokingizni talab etadi. Har bir pensiya turi bo'yicha aniq harakatlar davlat bazaviy pensiyasi uchun. 1. Ish stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi yozuvlarning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir nomuvofiqliklar bo'lsa, ularni hozirdan bartaraf etishga harakat qiling. Ba'zan yillar davomida ish staji noto'g'ri qayd etilgan bo'lishi mumkin va nafaqaga chiqqanda bu muammo tug'dirishi mumkin. O'tmishdagi barcha ish joylaringizdagi ma'lumotlarni pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasi bilan solishtirishga harakat qiling. 2.
Hujjatlaringizni tartibga soling. Hujjatlaringizni tartibga soling. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi agar ayollar familiyasini o'zgartirgan bo'lsa, oliy ma'lumot to'g'risidagi diplomlar kabi barcha asosiy hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Pensiya tayinlashda bu hujjatlar talab qilinishi mumkin. Ularni yig'ishni oxirgi daqiqaga qoldirmang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizda ish stajingizni tasdiqlash yoki bazaviy pensiyaning miqdori bo'yicha savollar bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. U yerda sizga batafsil ma'lumot beriladi va kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beriladi. Jamg'arib boriladigan pensiya uchun biring, ish beruvchingiz bilan bog'laning. Agar siz rasmiy ravishda ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan jamg'arib boriladigan pensiya tizimiga sizning nomingizdan ajratmalar o'tkazilayotganini aniqlashtiring. Bu majburiy bo'lishi kerak, ammo ba'zida texnik xatolar bo'lishi mumkin. 2. Shaxsiy hisobvarag'ingizni nazorat qiling. Jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'ingizning holati haqida pensiya jamg'armasidan muntazam ravishda ma'lumotnomalar oling. Sizning hisobingizda qancha mablag' to'planganini va qanday daromad keltirayotganini bilish muhim. Buning uchun pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytidagi shaxsiy kabinet yoki mobil ilovadan foydalanishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari orqali ham ma'lumot olish mumkin. Ajratmalarni oshirish imkoniyatini ko'rib chiqing. Agar moliyaviy imkoniyatingiz bo'lsa, jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'ingizga ixtiyoriy ravishda qo'shimcha mablag'lar kiritish imkoniyatini o'rganing. Bu sizning kelajakdagi pensiyangizni sezilarli darajada oshirishning samarali yo'lidir. Kichik miqdorda bo'lsa ham, muntazam ajratmalar uzoq muddatda katta farq qiladi. Ixtiyoriy shaxsiy pensiya uchun 1. Moliyaviy bozorlarni o'rganing. Bir nechta shaxsiy pensiya fondlari va sug'urta kompaniyalarini o'rganing. Ular taklif qilayotgan dasturlarni, shartnomalar, shartlarni, investitsiya strategiyalarini va oldingi yillardagi daromadliligini solishtiring. Birinchi uchragan kompaniyaga shoshilmang. 2. Moliyaviy maslahatchi bilan gaplashing. Agar siz moliyaviy masalalarda yetarlicha bilimga ega bo'lmasangiz, mustaqil moliyaviy maslahatchiga murojaat qiling. U sizning shaxsiy moliyaviy vaziyatingizni tahlil qilib, sizga mos keladigan pensiya dasturini tanlashda yordam beradi. Ularning tavsiyalari sizning kelajakdagi moliyaviy qarorlaringiz uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Hozirdan boshlang, hatto kichik miqdordan bo'lsa ham hech qachon kech emas, lekin qancha erta boshlasangiz shuncha yaxshi. Kichik miqdorda bo'lsa ham muntazam ravishda pul ajratishni boshlang. Masalan, har oyda 200 ming so'm ajratish ham uzoq muddatda sezilarli natija beradi. Murakkab foizning kuchi shundaki, u yillar davomida kichik summalarni katta jamg'armalarga aylantirishi mumkin. Oddiy, ammo barqaror harakatlar buyuk natijalarga olib keladi. 4. Shartnomani diqqat bilan o'qing. Tanlagan shaxsiy pensiya fondi yoki sug'urta kompaniyasi bilan shartnoma imzolashdan oldin barcha shartlarni, ayniqsa to'lovlar, komissiyalar, investitsiya strategiyasi va mablag'larni olish tartibini diqqat bilan o'qing. Hech qanday tushunarsiz joy qolmasligi kerak. Qayerga borish kerak, qanday hujjatlar kerak, nima yozish kerak? Pensiya jamg'armasi barcha davlat pensiya masalalarida ish stajini tekshirish, bazaviy pensiya tayinlash va jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'i haqida ma'lumot olish uchun asosiy manba. Sizga pasport, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar kerak bo'ladi. Arizalar pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlarida beriladi. Davlat xizmatlari markazlari, bu markazlar pensiya jamg'armasining xizmatlarini olishda qulaylik yaratadi. Siz ko'plab ma'lumotnomalarni shu yerda olishingiz yoki arizalar berishingiz mumkin. Banklar va sug'urta kompaniyalari ixtiyoriy shaxsiy pensiya dasturlarini taklif etuvchi moliya institutlari. U yerga borishdan oldin ularning takliflarini onlayn o'rganib chiqing, keyin shaxsan borib maslahat oling. Sizga pasport va ehtimol daromadingizni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz siz uchun juda muhim bo'lgan yangilik, 3 pog'onali pensiya tizimi haqida atroflicha ma'lumot berishga harakat qildik. Endi siz nafaqaga chiqqaningizda bitta emas, balki 3 ta manbadan pensiya olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Davlat bazaviy pensiyasi, jamg'arib boriladigan pensiya va ixtiyoriy shaxsiy pensiya. Bu tizim sizning moliyaviy kelajagingizni yanada mustahkam qilish, qariyalik davringizda munosib turmush darajasini ta'minlash uchun yaratilgan.
Ammo uning samaradorligi bevosita sizning faolligingizga va mas'uliyatingizga bog'liq. Bu yangi imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun bugunoq o'z moliyaviy kelajagingizni rejalashtirishni boshlang. Ish stajingizni tekshiring, jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'ingizni nazorat qiling va imkon bo'lsa ixtiyoriy shaxsiy pensiya jamg'armalariga hissa qo'shishni boshlang. Unutmang, har bir kichik qadam kelajakda katta farovonlikka olib kelishi mumkin. Bu shunchaki pensiya emas, bu sizning shaxsiy moliyaviy erkinligingizning kafolatidir. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali va tushunarli bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Kommentariyalarda o'z savollaringizni qoldiring. Biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni sizga yetkazib bera olamiz. O'zingizga va kelajagingizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha